Xullas, okeanning boshqa tomonidan kelyapmiz, Xitoy dengiziga. Mana shu krevetkalarni inkubatsiya sexidan chiqib keldik, mana shu yo'llardan. Mana shu yerda mana okeanga yaqin deganlik uchun mana shu yo'ldan kelyapmiz. Xullas, hozir mana ochiq dengizga qarab kelyapmiz. Ochiq dengiz, ko'rib turganingizdek, mashinadan boshlanarkan o'shani qoq qirg'og'iga yaqinlashamiz. Butun okeanni manzarasini sizlarga ko'rsatamiz. Mana ancha yaqinlashib qoldik. Bu yerda hovuzlar bilan to'sib qo'yib, o'sha dengizning suvidan foydalanib mana bunaqa texnologiya qilishgan. Mana dengizning suvi nasoslar orqali tortib olinyapti va hovuzlarga shunda qumni o'zini kovlab turib, salafanni yotqizib, ichida krevetka yetishiryapti. Bundan tashqari mana bunaqa pecheri qilib qo'ysa ham bo'ladi. Yana inkubatsion sexlar, mana bunaqa basseynlar. Bu yerda yaxshi tarafi bundoqqina suvni manbaidan oladi. Mana bitta asosiy suvni manbai okean. Okeanni o'zidan foydalanib, akvakulturani, turli obyektlarni yetishtirsa bo'ladi. Mana oddiy salafan bilan shunday qo'yilib, ko'mib, keyin unaqa ko'tarilib qolmaslik uchun tagiga ham chepiladi. Oddiy usul bilan mana lashib kelyapmiz. Eshitib turgansizlar. Ancha yaqinlashdik. Birlagan ovozda kelyapti. Degani chaqmoq yomg'ir bo'lishi kafolatlanadi. Mana yangi texnologiyani bitta o'ziga xos tuzilishi biz uchun yangi bo'lgan. Mana bu Xitoyda anchadan beri qilib kelinayotgan narsa. Bundoqina mana okeanning oldida turibmiz va ko'rishinglar mumkin. Shuni suvdan foydalanib, hamda mana basseyn yoki hovuzlar qo'yildi. Bu oddiygina qumni kovlab, shunda salafan yotqizib, suvni ichida nasoslar orqali suv haydab, shu o'zida dengiz baliqlari yoki krevetka va qasmollarini yetishtirish mumkin bo'ladi. Mana bu o'ziga xos qirg'oq bo'yi infrastrukturasidan foydalanib, akvakulturani rivojlantirish boshqa tizimi bo'ladi. Demak, hozir Xitoyga Guangzhou provinsiyasidagi eng katta akvakultura korxonasiga keldik. Faqat buni bizdan farqli o'laroq okean bo'yida joylashgan va dengiz baliqlarini yetishtirish bilan shug'ullanar ekan. Hozir xuddi bizdagi o'sha hovuz baliq xo'jaligi faqat kichkinaroq hajmda qilingan basseynlar, mana bu geomembranadan qilingan basseynlar va aeratorlar qo'yilgan. Aeratorlar bu yerda suvni sekin almashtirganligini hisobiga suvni kislorod bilan boyitib berish qo'shimcha uskunalar sifatida foydalanyapti. Mana bu yerda suv almashtirish va trubadan kiryapti. Ozgina aerator, 3 ta aerator taxminan 25 soteylik hovuz qilingan, yerni o'zi kovlanib, faqat geomembrana qo'shilgan. Va bu yerda o'sha kichkina boy ko'rsatganimizdagi narsani qo'yib yuboramiz. O'sha baliqqa yetishtirishyapti. Geomembrana desam, bu oddiy salafan ekan.
oddiy salabani qilib qo'yishibdi. Arzongaru yetishtirishyapti. Baliq o'zini ko'rib bo'lmayapti, suv juda xira va sho'r suv. Bunaqa basseynda mana naqshat ketgan, daromad yaxshi bo'lyapti. Mana bu yerda binolar ham qurishyapti. Yana ko'paytirish bilan shug'ullanishadi. Mana o'sha binoning ichiga kirdik. Qurilish jarayonlarini ko'rib turibsizlar. Hammasi plastik trubalardan. O'rtada katta dumaloq basseyn turibdi. Bularga ham o'sha aeratsiya yordamida trubalar orqali havo berilyapti. Tomlarning konstruksiyalari yengil konstruksiya qilingan hammasi, chunki bu iqlim sharoitlariga moslashib, faqat o'sha yomg'irdan to'sib tursa, shamol bo'lmasa, havo harorati normal doim. Bu katta dumaloq basseynning qurilishiga sabab o'sha ota-ona baliqlarni shu yerni o'zida urchitib, bolalarni olib, keyin tashqaridagi basseynlarga, hovuzlarga qo'yib yetishtiriladi. Hozir bu yetishtirilayotgan baliq hammasi okeandan lichinkasi yoki chavog'i ovlanib, bu yoqqa kelib kattaroq qilinyapti. Bularni yeyiladigan tovar vazni yarim kilodan oshmas ekan. Yarim kiloga yetdi, demak tovar hisobida sotiladi, yetilgan hisoblanadi. Bu ham taxminan bir 5-6 oy, 1 yilgacha davom etar ekan, yarim kiloga yetishtirish. Tekinroq o'sar ekan. Lekin bu yerda asosiy muammosi suvni sovutish bo'lyapti. Mana binolarning ichida yozda suv isib ketar ekan, hozir yoz boshida turibmiz. Bir oydan keyin suv isib ketadi, yana sovutish uchun agregatlar tayyor turibdi, suvni sovutib turar ekan. Bu yerda 29-28 gradusda yetishtirilayotgan ekan. Tizim to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, mana o'sha kichkina hajmli hovuzlar yoki o'sha membranali basseynlar ko'rinishida ko'p tarqalgan usullangan Xitoyda asosiy prinsip suvni kamroq almashtirish prinsipiga asoslangan. Ya'ni aeratorlar yordamida har bitta hovuzga 3-4 tadan aerator suvni aylanma harakatga keltirilgan. Asosiy maqsad bu yerda ham o'sha aquamimikri yoki tabiatda hodisalariga yaqinlashish, ya'ni suvni o'zini o'zi tozalash xususiyatiga asoslangan. Suvdagi bakteriyalar o'sha baliqdan boshqa gidrobiontlardan chiqayotgan chiqindilarni o'zi parchalab zararsiz holatga keltirib turadi. Shunga asoslangan. Berilayotgan kislorod nafaqat baliqlarga, balki suvdagi kechayotgan jarayonlarga ham sarf bo'lishiga asoslangan. Mana hamma hovuzlarda o'sha aeratsiya tizimlari trubalar kelgan, havo berib turibdi. Tepadan suvni ichidan, lekin ko'rib turganingizdek, ana suvni quyilib turgan joyi ham juda ham bunday hajmdagi suv havzasiga juda ham kam hisoblanadi. Bu yerda boqilayotgan baliqlarni chiqindilarini tozalashga yetmaydi. Bizani prinsipda esa bu suvni katta hajmi o'sha chiqindilarni olib chiqib ketilishiga asoslangan bo'lsa, bu faqat o'sha zararsiz holatgacha keltirib, aeratsiya yordamida yig'ilib qolgan nitratni o'zini olib chiqib ketishga asoslangan. Bu qushlarni qo'rqitadigan apparat ekan. Qushlar yaqinlashsa, chiyillab, qanaqadir tovush beryapti, qushlar yaqinlashmayapti. Faqatdan nariyoqda yuribdi qushlar, bu yoqqa yaqinlashmayapti. Ana o'sha bokslar har bittasida betondan qilingan basseynlar, aeratsiya tizimi, sovutish tizimi, suv kirib chiqishlari hamma shu bokslarda amalga oshiriladi. Ya'ni bu nazorat qilinadigan modul bo'lib, tashqaridan farqli ravishda bu yerda nazorat qilinib turadi. Masalan, bittasiga kirib ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana suvsiz bo'sh turgan basseynlarni ko'rib turibmiz. Mana bu shlankalardan tushgan, keyin pastda temirli trubalardan bu ichida sovuq suv o'tib, suvning haroratini pastroq ushlab turishga mo'ljallangan. Ya'ni ichida sovuq suv o'tadi. Mana bu yerda aeratsiya tizimi, diffuzorlar joylashtirilgan, har bittasi alohida kelgan, havo berib turadi, suvni aylantirib turadi. Mana buni ko'radigan bo'lsak, meni taxminim bo'yicha bu yerda endi o'sha bakterial tizimni rivojlantirilyapti. O'sha suvdagi chiqindilarni parchalab turadigan bakteriyalarning o'zini alohida kultura sifatida yetishtirib olib, keyin shu yerdan basseynlarga har kuni ma'lum miqdorda quyib turiladi. Ya'ni o'sha
bakteriyalar tizimini rivojlantirib olinadi birinchi. Bu yerda mana suvosti chiqindilarni chiqarib tashlash uchun keyinchalik mana boyaga kichkina difuzorlarni ko'rgan bo'lsak, mana yirik trubalardan kelib ratsion shlankalar orqali ham havoni aylantirib qo'yish mumkin. Mana yonida turgani bu suvni sovutib turadigan truba, temirli, zanglamaydigan, ichida muzdek suv oqadi. Mana o'sha trubaning ko'rinishi. Demak, boyagi jarayonni endi suvli holati, o'rtada truba turuvdi, mana havo orqali mayda qo'shsiz ham mana o'rtadan berib qo'yib ham suvni to'liq aylantirsa bo'ladi. Bular ham takomillashtirilib borilyapti menimcha. Bitta boshlang'ich aytayapti, mana dengiz otchalari mana yonida hali o'rta qismlariga tarqatilmagan ham bu tosh difuzorlar chetga mana tashqarida bu yerda yechitirilgan chavoqlar mana keyinchalik kattaroq hovuzlarga solinib yanada yetishtirishda davom ettiriladi. Masalan, bu yerda 50 grammgacha bo'lsa, bu yoqda 500 grammgacha keyin yetishtirish davom etadi. Shundoq buni yonida hammasi sho'r suvdan foydalanyapti. Endi bizlar uchun bitta yangilik bu mana dengiz otlarini yetishtirish. Bu ham sho'r suv gidrobiontlardan hisoblanadi. Baliqlardan farqli ravishda bular kichkina bo'ladi, lekin oziq-ovqat va davolovchi yo'nalishda rivojlanib kelyapti. Buni tarkibidagi kerakli moddalar ba'zi bir kasalliklarni oldini olishda, uni rivojlanishiga yo'l qo'ymaslikda alohida e'tiborga tushgan. Shuning uchun bu baliq gidrobiont turlarini ham yetishtirishyapti. Yo'lga qo'yilgan bu texnologiya. Bizda ham bu texnologiyani qo'llash mumkin. Ya'ni demoqchi bo'lganim, kerakli, foydali ko'proq bo'lgan narsalarni kichkina hajmda bo'lsa ham yetishtirish mumkin. Sharoitlarni bog'lab dengiz otlari yetishtirilgan, bu ham oziq-ovqat maqsadlarida foydalanilgan, lekin qimmat turar ekan. Sababi juda ham shifobaxsh ekan. Ayniqsa buyraklarga foydasi katta ekan. Shuning uchun bu qimmat turar ekan, 8 oyda ketilar ekan. Tovar bo'lib. Hozir mana ko'rib turganingiz, restoran 1-2 oy bo'lib qolgan namunalari. Yangi yo'nalish biz uchun, ya'ni bularga hafid obyektlarni o'rganib yo'lga qo'yishgan. Biz uchun ham tajriba, yangi usullar qanaqa suv almashish ekan, havoga qo'yilgan. Va bu yerda basseynda toza suvda boyga yetgan dengiz otchalarini ko'rib turibsizlar. Mana hammasi mum bilan yopishib olarkan substratlarga. Endi bu yerda sanoat usulida yetishtirish bilan birga ilmiy ishlar ham borilyapti. Mana bu hozir kichkina basseynda hammasi ilmiy ishlar uchun ajratib qo'yilgan basseynlar. O'sha Guangdong universitetidan kelgan tadqiqotchilar shular ustida ham ilmiy ishlar olib borishadi. Juda ham nozik jonzotlar. Tangachasi yo'q, yumshoq, ular tirik tug'adigan hayvon hisoblanadi. O'sha ko'rganingizda ham juda ehtiyotkorlik bilan ushlash kerak ekan. Har xil rangda bo'ladi. Ularning gap bo'yicha bular o'sha buyrak kasalliklariga juda ham shifobaxsh xususiyatga ega. Demak, yangi boksga kiradigan bo'lsak, endi bu yerda o'sha baliqlar yetishtirilar ekan, dengiz baliqlari. Bu basseynda o'sha dengiz karaslari, dengiz leshlari, ya'ni sea bream degan baliq turlari yoki grouper, oq pamflet, kumush pamflet degan baliq turlari yetishtirilar ekan. Bu baliq turlari Xitoyda juda keng tarqalgan, ommalashgan baliq turlari hisoblanadi. Mana bu bokslarda o'sha aytganimizdek baliqlar kichkina
vazngacha yetishtirilib, keyin tashqaridagi katta basseynga olinadi. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, suv kirib chiqishi va difuzorlarning joylashishi. Ularda mana basseyn atrofi bo'yicha joylashtirilgan difuzorlar va suv kirib chiqishi minimallashtirilgan. Bu hajm katta bo'lganligi uchun o'sha suv almashinuvi ham 1 soatda emas, 3-4 soatda almashsa kerak. Hammasini prinsipi bitta tamoyilga asoslangan, suvni kamroq almashtirish. Mana bu yerda endi qimmatroq baliq turlari bitta-ikkita bo'lsa ham o'sha ota-ona baliqlarni saqlab qolishgan, ya'ni o'sha grupper joy restoranlarda, kafelarda turibdi, biriga ham qo'yib qo'yishgan. Bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Men turlari ko'p juda, lekin mazasi ham yaxshi ekan. Buni bitta ko'rdik, juda yaxshi mazasi. Mana bitta kafega kirganimizda mana shunaqa turlar ham ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Demak, baliqlarni yetishtirishda mana endi ko'ryapsizlar, zichlik katta bu yerda. Keyin difuzorlarni joylashishi ham zichroq. Ya'ni o'sha bakteriyalarni parchalash uchun kislorod hajmi ko'proq berilyapti. Basseynning chetida emas, endi bu o'rtalariga ham qilgan. Ya'ni o'sha cho'kib qolmasligi uchun har tomondan havo bilan ayratsiya qilinib turibdi. Bu yerda oziqa berildi, oziqaga kelishi balig'i, uni harakati juda aktiv, lekin shunga yarasha bitta suv almashinuvi juda past. O'sha bakterial tozalash hisobiga katta zichlik ushlab turilibdi. Deyarli hozir to'xtatib qo'yishgan oqimni. Demak, o'sha tamoyil suvni almashinuvi kam, suvni sifati shu bakteriyalar yordamida ushlab turilargan. Ya'ni o'sha bioflok tizimi bu yerda endi Xitoyda bioflok deyilmas ekan, o'ziga yarasha bitta nom qo'yib olishgan. Balki boshqachadir bizada, lekin bular shu tizimdan foydalanadi. Mana suvni o'zini o'zi tozalash xususiyatidan foydalanadi. Shunga ko'proq e'tibor bering. Ya'ni bu kam chiqim, suvni aylantirishga ham, uni nasos ishlatishga ham ko'proq elektr energiyasi ketganligi uchun bular suvni sifatini ushlab turish uchun kam xarajat o'sha aeratorlardan, ya'ni kompressorlar, ya'ni bular elektr energiyasini ham kam iste'mol qilganligi uchun shu yo'nalishga o'tgan. Undan tashqari bu suv sifatini suv almashtirgandan ham ko'ra tezroq tozalab beradigan tizim. Mana zichlik katta, lekin suv almashinuvi kam. Bu endi kumush pamflet degan baliq. 1,5 kilogacha yetishtiriladi o'zi. Asosan mana zichlik juda katta. Suv almashinuvi past. E'tiborga olib qo'yamiz. Do'stlar, bu texnologiya bizda ham qo'llasa bo'ladigan texnologiya, faqat qonuniyatini o'rganib chiqishimiz kerak. Suvga chiqayotgan, o'sha baliqdan chiqayotgan ammoniy nitritlarni parchalash tizimi. Ularni parchalash uchun albatta bakteriyalar kompleksi rivojlantiradi. Buning uchun uglevod solib turiladi boshida. Keyin uglevodni ham borib minimal darajaga yetkaziladi. Tizim ishga tushib ketadi. O'z-o'zini tozalash tizimi ishga tushadi. Ayniqsa bularda endi yonida dengiz bo'lib turib ham shunchalik iqtisodiy kam xarj texnologiyaga o'tishgan. Bizda endi suv tanqisligi tobora kuchayib borayotgan paytda bu texnologiyadan foydalanishimiz kerak bo'ladi. O'rganib chiqish kerak bu tizimni ham, bu texnologiyani ham. Bizga qo'l keladigan texnologiyalardan bittasi. Bu tizim avvaldan o'zi krevetkalar uchun mo'ljallangan, keyinchalik baliq turlariga ham moslashtirib, qonuniyatlarni o'rganib, tobora kengayib boryapti gidrobiontlarning soni, bu tizimga moslashgan gidrobiontlarning soni. Bizda ham qiziqish bor, ancha tushuncha bor.
Shuning uchun uni ham yana alohida e'tiborga olib qo'yamiz. Endi dengizdagi bakteriyalarni ham bizdagi bakteriyalar albatta farq qiladi. Mana bunaqa baliq turlari sibrim yoki kumushrang pamflit turlari hisoblanadi. Bular hozir ilmiy tadqiqot universitet laboratoriyasiga olib ketilyapti. Xitoyda mana bioflok sistemasi hozir aniqini bilmayapmiz. Kecha mutaxassis turib berarkan, lekin shunga o'xshayapti bioflok sistemaga. Bunaqa darajada ko'p qaynashi baliq uchun kerak emas-ku. Demak, bor ekan anaqa. Точка соприкосновения. Именно система УЗВ своего рода, чтобы вода очищалась. Sistema suv almashadigan tizimida. Shuning uchun suvni bir tarafini to'g'rilab Xullas, yana bitta boshqacha sistema qilingan ekan, kattaroq hovuzlar, qo'llangan, yana o'sha plyonka ishlatilgan, lekin bu yerda suv almashtirilar ekan. 20% kuniga almashtirilyapti va ozgina miqdorda shakar ishlatilyapti. Bu yana ham iqtisodiy jihatdan sal qimmatroqqa tushadigan sistema suv almashtirilyapti. Lekin suv bu yerda cheksiz o'sha dengiz Shuning uchun muammo emas. Uchun bemalol almashtirsa bo'ladi. Bu yerda almashtirish uchun tok ishlatadi. Shuning uchun ham kamroq almashtirish anaqasi tushgan bo'ladi. Bu tomoniga masalan ishlab turgan mahsulot yetishtirilyapti. Bu tomoni mana tayinlab qo'yilgani bor ekan. Hali suv kelib, hali lichinkalar tashlanmagan, oziqa berilmagan. Shuning uchun ham Mana bu basseynda endi suvi ancha tiniq. Ko'rib turganinglardek, bu yerda boshqa jarayon ketyapti. Hozir baliq inkubatsiya jarayoni ketyapti. Baliq itralarini, shuning uchun suv o'ta tiniq, sifati toza, sifati yuqori bo'lgan suvda ushlab turilibdi. Harorat o'sha kerakli darajada. Ma'lum baliq turlari inkubatsiya qilinyapti. Albatta bu ochib chiqqandan keyin sekin-sekin yana o'sha bakteriyalar kompleks quyiladi va suvni o'zini o'zi tozalash prinsipiga asoslanib yana boqish davom ettiriladi. Albatta bu jarayon sekin-sekin amalga oshiriladi va o'sha bakterial kompleksni rivojlantirish uchun uglevodlar qo'shib suvni tiniqligi yo'qoladi. Baliqlar ham o'sha planktofag bo'lganligi uchun sekin bakteriyalar bilan oziqlanib katta bo'lishni boshlaydi. Bu o'sha tabiatdagi hodisalar, tabiatdagi jarayonlardan olingan bo'lib, aquamimikry texnologiyasiga mos keladi. Asosiy e'tibor beradigan narsamiz bu yerda ham o'sha baliqlarni ham kichkina hovuzlarda kam xarajat qilib katta zichlikda boqish texnologiyasi. Mana endi o'sha basseynlarni ko'rinishi, o'rtasida suv loyqa cho'kindilarni chiqarib tashlash tizimi va tepadan toza suv. To'g'ridan to'g'ri shu okeandan suv keladi, sho'r suv. Va chiqindilari bunaqa quduqlar yordamida shunday trubani ko'tarishi bilan o'sha yondagi basseynlardan suv chiqib, to'g'ri o'sha tozalash inshootiga borib qo'yilar ekan. O'tdan tozalangan suv okeanga yana qo'yib yuborilar ekan. Xuddi o'sha ekologik nazorat kuchli bo'lganligi uchun basseyndan chiqayotgan suvlar ham hammasi tozalanib, keyin okeanga yo'naltiriladi. Mana 4 ta basseyn turgan bo'lsa, atrofida 4 tasidan chiqadigan suvlar bitta kanalga ulanib, o'rdan to'g'ri tozalash inshootiga ketadi. Bu yerda ham o'sha tizim, mana tagida qum bo'lishi mumkin. Yoni o'sha qora plyonka bilan qoplangan. Havo aeratsiya har bittasida bor, baribir iloji yo'q. Bu tizim o'sha suvni o'zini o'zi tozalashga asoslangan. U tizim esa kislorodni talab qiladi. Havoni aeratsiya yordamida suvga aralashtirib, shuning hisobiga suvdagi kislorod miqdori oshiriladi.
Natijada suv Xullas, o'zini o'zi tozalab Xitoy dengizining ko'proq boshqa ishlanib qirg'og'idan turishi mumkin keldik. bitta basseynda. Sharoit qilingan ekan, mana qum bemalol cho'milsa bo'ladigan. Nariyoq tomon mana shundoq shahar ko'rinib turibdi. Bu yoqda prichalda qilib qo'yishgan. Hozir suvning haroratini, mazasini bir ta'mini ko'raylikchi. Sen bitta cho'mib chiqamiz. Harorat zo'r. Bu yerda qanaqadir neft bazalar bor ekan. Shaharda mana qaranglar. Baland binolar. Harorat 25-30 gradus suv. Bunisi ham bo'ladi. Xitoy dengizi